Assalomu alaykum, haqli yurtim. Bu so'zlarim negativlar uchun. Mana bu do'stimiz, ukamiz nedik hajga o'z piyoda yayov yurib bordi. Inshaalloh yetib oldi. Negativchilar, sizlardan bir iltimos faqat, xafa bo'lmanglar. Siz o'z uyingizdan, o'z shahringiz borku, shu negativ yozobgan negativchilar shahring, mana turgan shahringizdan uyingizdan kechga deylik, mana oqshom soat 2-3 ga chiqib bir 20 kilometr yura olasizmi? 20 kilometr qorong'ilik, uy yo'q joylardan, hech narsa yo'q joylardan, mazor bor, yurib bila olasizmi? O'sha yoqqacha yetib bilasizmi, yo'qmi? Oldin eskitlar aytganki, oldin pichoqni o'zingga ur, og'rimasa birovga ur deydi. Shuning uchun peshkom bordimmi, avtobusda bordimmi, mashinada bordimmi, kemaganmi, samolyotgami, samigilovni bu bala ne deydi, Makka Madina ziyoratga yetib oldi. Har kimga emas. Bizga ham nasib qilsin bu narsa, bizga ham. Lekin ikki qulog'ingizdan eshitingiz. Nima qilgan taqdirda Xudoning uyiga yetib oldi. Nima qilgan taqdirda, gunoh ish qildimi, savob ish qildimi, boshqa ish qildimi, yetib oldi. Bu katta, o'ta katta, nima deydi, bu o'ta katta, ta'riflolmayman men bu narsani. Shuning uchun sizlardan iltimos, yig'ishtiringlar. Ukamiz sog' salomat yetib bordi, sog' salomat yetib. Undan ko'ra bizga ham nasib qilsin deb aytinglar. Tamam, nasib qilsin bizga ham. Biz ham yetaylik o'sha yoqqacha. Oyog'imiz borsin. Boshqa gapim yo'q. Xulosa o'zlaringizdan.